Do'stlar, bugun biz Metal Martning Oltiariq filialiga tashrif buyurdik. Albatta, bonus sovg'alarni o'z egalariga topshirish maqsadida. Bugun Svarshik akamiz tashrif buyurgan. Bu Svarshik akamizga velosiped bonus tariqasida taqdim etiladi. Aka, o'zingiz tanishtirsangiz. İsmim Mirzatillo. Doimiy shu Metal Mart a'zosiman, doim klientiman. Biz mana doimgi xaridor nimamizga, mana bonusimizga velosiped sovg'a qilishdi. Keyingi nimalarda Xudo xolasa mana katta yutuqlar olishga niyat qilamiz. Aka, Metal Martni boshqa temir do'kon yoki shu boshqa firmalardan, boshqa kompaniyalardan farqi nimada? Farqi stenalar hamma yo'q o'z vaqtida, yaxshi joyida yetib borish, yetkazib borishlar o'z vaqtida. Stenkalarga aldov yo'q. Yo'q. Boshqa hamkasblaringizga tavsiya qila olasizmi? Doimiy shu klient mana shu nimalarga hamkasblarimizga, suvarchilarga hammasiga tavsiya qilaman. Bonuslarimiz birinchisimi yoki endi Yo'q, bu oradagi etyapti, olinib davom etyapti. Xudo xolasa undan keyin katta yutuqlar nima? aka, sizga xorijga sayohat, maishiy texnika, katta yutuq Damas avtomobilini tilab qolamiz. Xudo xolasa.